Agar eng g'alati xarakterga ega qush bo'lsa, u emu. Bu qushlar juda qattiq qiziquvchan. Ular uchun hech narsa cheklanmagan. Hatto ba'zan boshqa hayvonni to'satdan tepib yuborsa-yu, keyin boshini chayqab, xirachalab yugurib ketadi. Emu Avstraliyaga xos qush bo'lib, dunyoda to'tiqushdan keyingi ikkinchi eng katta qush hisoblanadi. Ular juda qadimiy jonzotlar ham. Emuning tuxumlari ham o'ziga xos, yirik, oval shaklda va qorong'u yashil rangda. Qobig'i esa juda mustahkam. Qizig'i shundaki, tuxum qo'yganidan so'ng ona emu uyini tark etadi. Barcha parvarish va bolalarni katta qilish vazifasi otalar zimmasida qoladi. Shuning uchun kichik emular tug'ilganidanoq otasini orqasidan yuradi. Ular bolaligidanoq juda faol bo'ladi, shiddat bilan o'sadi va faqat 3-12 oy ichida katta qushga aylanadi. Shu harakatlari sabab oyoq mushaklari ham juda kuchli bo'ladi. Endi savol, agar sizda tanlash imkoniyati bo'lsa, emu kabi qiziquvchan qushni uy hayvoni sifatida saqlarmidingiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.